Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbirining qadrdon ishtirokchilari. Men Mihray Rahman. Hammanglarga mening salomim bo'lsin. Uzundan buyon Muhammad sallallohu alayhi vasallamninki qisqacha tarjimali tarixiy to'g'risida mush to'g'risida bir ilmga erishkim bor edi. Oxiri bu kitobni setib oldim. Şuna köpçülükki mu Ramazan jarayonida bil o'qib o'zirga tanishishni niyat qildim. Bu kitob Safiyur Rahman Mubarakfuri Hindistonlik yozuvchi tarafidan yozilgan ekan. Ondan buning tarjimasini Hilal Hamid tarjima qilgan ekan. Bu kitobni surishtirsam hozirgi shu Muhammad sallallohu alayhi vasallamninki tarjimali haqidagi nihoyatda yaxshi bir kitob deb menga tushuntirish berdi. Shunga ko'pchilikning diqqat berishini umid qilaman. Eskartib qo'yadigan nuqta bu bevosita tarqitish bo'lganligi uchun balkim o'qish jarayonida ancha-muncha duduqlash yoki bo'lmasa ba'zi so'zlarni qayta takrorlash masalalari ko'rildi. Ko'pchilikninki to'g'ri tushunishini umid qilaman. Ondan kitobda mundarija qismida birinchi bo'lim Arab xalqlari va ularning jo'grafiyalik o'rni to'g'risida to'xtalish iborat ekan. Bu mazmunlar 45 betlik mazmunlarni o'z ichiga oldi ekan. Agar qiziquvchilar bo'lsa, kitobni setib olib, mush mazmun to'g'risida o'qishlik qilib borsak bo'ladi. Men bugun bu kitobni tuvandagi mazmun bo'yicha boshlamoqchi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nasabi va oila kelib chiqishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nasabi va oila kelib chiqishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nasabi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning nasab shajarasi 3 qismga ayriladi. Birinchi qismning aniq oldagi ishonchlik nasabnoma ekanligiga tarixshunos va nasabshunoslar to'liq qoyil. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Adnon g'ichi bo'lgan orliqdagi nasab shajarasidir. Ikkinchi qism nasab shajarasi haqida ba'zilar sukut qilsa, yana ba'zilar ig'iz ochadi. Har qanday ixtilof borligi aniq. Bu Adnonidan İbrahim alayhissalomgacha bo'lgan orliqdagi nasab shajarasidir. Uchinchi qism nasab shajarasi haqida bizmu chig'imizda uning rad tartibida to'g'ri bo'lmagan taraflarning borligini inkor qilmaymiz. O İbrahim alayhissalomdan odam otig'icha bo'lgan orliqdagi nasab shajarasidir. Yuqorida bu nuqtaga ham ishorat bergan edik. Mazkur 3 qism nasabnomining tafsiloti tuvandikicha. Birinchi, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Abdullahning o'g'li. Abdullah Abdul Mutallib asli ismi Shayba ning o'g'li. Abdul Mutallib Hashim asli ismi Amri ning o'g'lidir. Hashimning otasi Abdu Manaf asli ismi Mughira Qusay asli ismi Zaydning o'g'lidir. Qusay Kilabning o'g'li. Kilab Muraning o'g'li. Muraning otasi Kaib Luayning o'g'li. Luayning otasi G'olib Fihrining o'g'lidir. Fihri Quraysh deb atalgan va uning jamoatimi shu nom bilan to'nilgan. Fihri Malikning o'g'li. Malik Nazri asli ismi Qaysning o'g'li. Nazri Kanonning o'g'li. Kanona Huzaymaning o'g'li. Huzayma Mudrika asli ismi Amir. Amirning o'g'li. Mudrika Ilyasning o'g'li. Ilyasning otasi Muzar Azarning o'g'li. Nazar Maidining o'g'li. Maidi Adnonning o'g'lidir. Ikkinchisi Adnonning yuqorisi.
Adnonning o'g'li. Addi Ümayyisaning o'g'li. Ümayyisa Silamonning o'g'li. Silamon Ivasning o'g'li. Ivas Buzning o'g'li. Buz Qimvolning o'g'li. Qimvolning otasi Ubay Avomning o'g'li. Avom Nashidning o'g'li. Nashid Azoning o'g'li. Azoning otasi Baldas Yadlabning o'g'lidir. Yadlabning otasi Tapih Jahimning o'g'li. Jahim Mahining o'g'li. Mahi Ayzning o'g'li. Ayz Abqarning o'g'li. Abqar Ubaydaning o'g'li. Ubayda Ad'oning o'g'li. Ad'o Hamidaning o'g'li. Hamidaning otasi Sibar Yasrabning o'g'li. Yasrab Yahzunning o'g'li. Yahzun Avoning o'g'li. Avo Ayzning o'g'li. Ayz Deyshonning o'g'li. Deyshan Aysurning o'g'li. Aysur Afnodning o'g'li. Afnod Ayhamning o'g'li. Ayham Muqsirning o'g'li. Muqsir Nahisning o'g'li. Nahis Zarihning o'g'li. Zarih Sumayning o'g'li. Sumay Mazyining o'g'li. Mazyi Ivaning o'g'li. Mazyi Ivazning o'g'li. Ivaz Aramning o'g'li. Aram Qaydarning o'g'li. Qaydarning otasi İsmail İbrahim alayhissalomning o'g'lidir. 3. İbrahim alayhissalomning yuqurisi. İbrahim alayhissalom tarix asl ismi Azarning o'g'li. Tarix Nahurning o'g'li. Nahur Saro'i yoki Sarug'ning o'g'li. Sarug' Ra'uning o'g'li. Ra'u Falahning o'g'li. Falah Obirning o'g'li. Obir Shalahning o'g'li. Shalah Arfahshining o'g'li. Arfahashad Samning o'g'li. Sam Nuh alayhissalomning o'g'lidir. Nuh alayhissalom Lamikning o'g'li. Lamik Mutavvashliqning o'g'li. Mutavvashliq O'xnumning o'g'lidir. Eslarga qaraganda O'xnum İdris alayhissalom ekan. O'xnumning otasi Barid Mahlailning o'g'li. Mahlail Qaynonning o'g'li. Qaynon Anushaning o'g'li. Anusha Shis alayhissalomning o'g'li. Shis alayhissalom Odam alayhissalomning o'g'lidir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oila kelib chiqishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oila jamoati cho'ng buvisi Hashim ibn Abdumanafqa mansub qilinib, Bani Hashim jamoati deb ataladi. Undaqda biz Hashim va uningdan keyingilarning ahvoli bilan tanishib boqaylik. 1. Hashim. Biz yuqorida Bani Abdumanaf jamoati bilan Bani Abduddar jamoati Makkaning diniy va siyosiy huquq mansablarini o'zaro o'lchib olishgan chog'da Bani Abdumanaf jamoatidan Hashim ibn Abdumanafning hojilarni suv va yemak-ichmak va boshqa ta'minotlar bilan ta'minlash vazifasini ustiga olganligini so'zlab o'tgan edik. Quraysh qabilasi ichida eng nufuzli va boy shaxsga aylangan bo'lib, tunji qitim Makkada hojilarga sho'rpa, non bilan ziyofat bergan kishi edi. Uning asli ismi Amr bo'lsa-mu, u hojilarga ko'plab ziyofat berganligi uchun mehmonlarga non ushtig'uchi degan ma'noda Hashim ushtig'uchi deb atalgan. Yana u Qurayshlarning yozliq va qishliq ikki safarning yo'lini tunji bo'lib ochgan kishi edi. Bu haqda bir shoir mundaq yozgan:
Әмридір тәмінлеген güç bilan өз qavmini, aş ozuq hacı haramni aylagan shu shadu aman. Yol içib sul üçün ticaretga bosh bo'lib, Hashimning to'pisidan qish va yoz karvan ravan. Hashimning tarjimalida mundaq deyiladi. Abdulmanafning o'g'li Hashim tijorat bilan Shamga chiqib qaytishida Madinaga tushgan va u bu yerda Adi ibn Najjar jamoatidan Amr ismli bir kishining Salma degan qiziga uylanib, bir mazgil turgandan keyin uni ota-onasining yeniga qoldirib, tijorat bilan yana Shamga qaytgan. Bu chaqda Salma Abdul Mutallibga oyoq edi. Afsuski, Hashim bu qitimqi safarda Falastinning G'azza, hozirgi Gaza rayoni degan yerda o'lib ketgan. Milodiy 497-yili Salma saq salomat yengib o'g'lini Aqchash degan ma'noda Sheyba deb atagan. Chunki u tug'ilgan vaqtida beshida ancha-muncha aqchash bor edi. Sheyba buvisi Amrining tarbiyasida Yasrib Madinaning qadimgi nomi da cho'ng bo'ldi. Hashimning Makkada Asad, Abu Sayfi, Nazla qatorliq o'g'illari va Shifa, Xalida, Zaifa, Ruqiya va Janna qatorliq qizlari bor bo'lsa-mu, ular otasining Yasribda, ya'ni bir o'g'li Sheybaning borligini bilmaydi. Ikkinchi, Abdul Mutallib Sheyba. Biz yuqorida siqoyat, hojilarni sug'urish va rifodat, hojilarni oziq bilan ta'minlashga yetakchilik qilish huquqi Hashim o'lib ketgandan keyin uning qarindoshi Mutallib ibn Abdu Manafga qolganligini va Mutallibning qarindoshi Hashimga o'xshashla qavm jamoat ichida yuqori martabaga ega nufuzli shaxsga aylanganligini, Qurayshlarni uni keng qo'l bo'lganligi uchun Fayyaz Kalkun deb atib olganligini aytib o'tgan edik. Sheyba cho'ng bo'lib balog'atga yetish oldida turganda Mutallib qarindoshi Hashimning Yasrib, ya'ni Madinada Sheyba ismli yana bir o'g'lining borligini anglab, didori ko'rishmak uchun Madinaga keldi. Mutallib qarindoshining bu o'g'lini ko'rib, o'zini tuta olmay yig'lab tashladi va uni quchoqlab bag'riga bosdi. Mutallib Sheybani uloqqa mindirmoqchi bo'lib edi. U onam ruxsat qilmasa bormayman deb turib oldi. Mutallib uning onasidan uni o'z bilan birga Makkada yo'lga silib qo'yishni o'tingan edi. Uning onasi bu umoq jigar parasidan ayrilolmaydiganligini aytdi. Bu chaqda Mutallib uningga u otasining Makkadagi huquqini qo'liga olg'ili boradi. Allohning haramiga boradi deb uni birga ilib ketishning sababini aytgandan keyin Salma uningga ruxsat qildi. Shuning bilan Mutallib qarindoshi Hashimning kenja o'g'lini to'gisining keyniga mindirib Makkaga ilib kelib edi. Mutallib keyinda notanish bir o'g'ilning borligini ko'rgan Makka aholisi uni Mutallib setib olib ilib kelgan qul chakarchig'i deb o'ylab, Mutallibning chakiri degan ma'noda Abdul Mutallib deb chaqirishdi. Mutallib Ayyuhan nas, bu degan qarindoshim Hashimning o'g'li. Buvam Abdul Manafning pushti. Uning ismi Sheyba deb tanishtirgan bo'lsa-mu, bu nom osonlikcha o'zgarmadi. Shuningdan e'tiboran Sheyba tog'isi Mutallibning tarbiyasida cho'ng bo'ldi. Bir mahaldan keyin Mutallib Yamanning Radman degan yerida tuyuqsiz vafot bo'lib ketdi. Bu chaqda Qurayshlar orasida Abdul Mutallib nomi bilan tanilgan Sheyba tog'isi Mutallibning barliq imtiyozlarga varislik qildi va qo'mcha jamoat ichida ajdodlari joriy qildirgan barliq yaxshi amallarni texim yaxshi bajar aylab, ajdodlari yetilmagan inovat va obro'ga erishdi.
u Makka tavasida nüfuzli muhim shaxsga aylandi. Mutallib o'lib ketgandan keyin uning yana bir qarindoshi Navfal ibn Abdulmanaf Abdul Mutallibga tegishli bo'lgan barliq imtiyozlarni o'z changaliga kirgizib olmoqchi bo'ldi. Bu chaqda Abdul Mutallib qarindosh qabilalar ichida nüfuzli kishilardan yordam so'ragan edi. Ular: "Biz tog'ang bilan sening orangdagi ishlarga aralashmaymiz", deb javob berdi. Shuning bilan u Bani Najjar jamoatidagi tog'alarga maktub yozib, she'r orqali ularning hesdoshligini qo'zg'ab yordam so'radi. Buning bilan uning ona taraf tog'asi Abu Sa'ad ibn Adi Madindagi 80 otliqni boshlab kelib, Makkaning Abita degan yeriga tushdi. Abdul Mutallib tog'asining oldiga chiqib, avval uyga tog'a degan bo'lsa-mu, u yo'q, Alloh bilan qasamki, men Nafal bilan uchrashmoqcha otdan tushmayman, dedi. Ondan Udul Kayibning oldiga kelib, Nafalning qishida to'xtadi. Bu chaqda Nafal Baytullohning yonida Quraysh peshvolari bilan bexaraman o'ltiradi. Abu Sa'ad otdan tushmay turib, qilichini planglatib, Baytullohning Parvardigori bilan qasamki, mobodo sen hamshiramning o'g'liga uning barliq huquq imtiyozlarini qaytarib bermaydigan bo'lsang, ashu tiningni qo'limdagi qilichimga g'ilab qilib etaman, dedi. Bu chaqda Nafal darhol qaytarib berdiganligini aytdi. Abu Sa'ad naq maydondagi Quraysh mutabarlarini guvoh qilib qo'yib, ondan Abdul Mutallibning manziliga tushdi va u yerda 3 kun turib umr qilgandan keyin Madinaga qaytdi. Bu bir qator ishlardan keyin Nafal ibn Abdulmanaf jamoati bilan, ya'ni Shams ibn Abdulmanaf jamoati birlikda Bani Hashim jamoatiga qarshi ittifoq tuzishdi. Xuza qabilasi Bani Najjar qabilasining Abdul Mutallibga yordam berganligini anglab, Abdul Mutallib sizlarning pushtinglar bo'lgandek, bizning pushtimiz. Uningga yordam berishga biz texim haqliq deyishib, ularning mundaq deyishi Abdulmanafning onasi Xuza qabilasidan edi. Darun Nanduvat Quraysh kengash yurtiga kelib, Bani Hashim jamoati bilan Bani Abdushamiz va Bani Nafal jamoatlariga qarshi ittifoq tuzishdi. Mana bu ittifoqdan keyin tilga ilingandak Makka ishg'oliyatining sababi bo'lib qoldi. Abdul Mutallibga Baytullohga munosabatlik mundaq ikki ish udul kelib qoldi. Biri Zamzam quduqining qizilishi, yana biri Pil vaqasining yuz berishi. Birinchi, Zamzam quduqining qizilishi. Abdul Mutallib Zamzam quduqining o'rni ko'rsatilib va uni qazishga amr qilinib tush ko'rdi. Shuning bilan u darhol otlanib quduqni qazishga kirishdi. Quduqni qazgandan keyin uning tegidan Jurhumlar Makkadan chiqib ketishga majburlangandek, quduqqa tashlab ko'mib o'tilgan qilich, savut va 2 dona oltin kiyikni qezib oldi. Abdul Mutallib yiliq narsalarni qo'lab elib, keyin kiyikni eritib, Kaibiga darvoza so'qtirdi. Qilichni yiliq darvozaga giralashma shaklda qiqib qo'ydi va Zamzam suvi bilan hojilarga ussizlik berishni boshladi. Zamzam quduqi bilan suv ta'minlash rasmiy boshlanadi. Qurayishlar quduqni tang boshqarayli deyishdi. Abdul Mutallib: "Bu menga xos ish, men undaq qila olmayman", deb turib oldi. Qurayishlarmi o'z fikrida ching turdi. Oxiri davolashib, uni Bani Sa'ad qabilasidagi bir koyinning qishig'i ilib chiqishdi. Ular tegi qaytmay turib, Alloh taolo ularga yo'l ustida bir mo'jiza ko'rsatib, Abdul Mutallibning
Zamzamni yolg'iz boshqarishga haqli ekanligini isbotladi. Mushu chaqda Abdulmutallib Alloh menga 10 o'g'il farzand ato qilib, ular menga yo'lanchuk bo'lgudek bo'lsa, ularning birini kayitning oldida cho'qim qurbonlik qilaman deb va'da qildi. Ikkinchi pil vaqasi. Uning jarayoni mundaq. Habashiston podshohi Najoshiyaning Yamanda turishliq valisi Abrahatus Sabbah Arablarning Makkada hajga berayotganligini ko'rib, San'a deganimiz Yamanning poytaxti ga cho'ng bir cherkov soldirdi va arab hojilari mushu cherkovni tavof qilishga yuzlantirmoqchi bo'ldi. Buni arablarning Kinona qabilasidan bir kishi anglab, kechalab berib cherkovga kirib, cho'ng taraf qilib, peshoni cherkovning mehroblariga suvab qo'yib, qechib ketdi. Abraha buni anglab qattiq darg'azab bo'ldi va zo'r qo'shin 60 ming kishilik bilan Kaybani yiqitib tashlashga otlandi. Abraha qo'shindagi 9 yoki 13 pildan eng cho'ng bir pilga o'zi mindi va tez sur'at bilan ilgirlab, oxiri Makkaning sirtidagi Mug'ammas degan joyga kelib tushdi. Bu yerda u qo'shinni qayta ratga silib, pillarni oldingi safga tizdi. Pil hozirgi zamon urushidagi tanka, Pronovik va bombardimonchi qismning rolini o'ynaydi va Makkaga bostirib kirishga tayyorlandi. Dushman qo'shini Muzdalifa bilan Mina teg'i orlig'idagi Vadil Muhassaga kelganda Abraha o'ltirgan cho'ng pil yetib oldi. Ular uni qo'parsa, Kayba tarafga qarab bir qadamni olmaydi. Janub, shimol va yoki sharq tarafga qarasa, o'rnidan dastur yuguraydi. Kayba tarafga qarasa, yana yetib oladi. Abraha qo'shini pillar bilan haflashib turayotgan paytda Alloh taolo ularning ustiga to'p qushlarni avatdi. Qushlar ularga sapal uvoqlarini tashlab, ularni go'yo chaynab yetilgan samanda qilib atdi. Bu qushlar xuddi qarlag'ach, sunduklarga o'xshaydi. Har bir qush tumshug'ida bir tal, ikki putida bir taldan purchoq cho'nglig'idagi ikki tal sapal o'qini elib kelib, ularning boshlariga tashlashga boshladi. Sapal o'qi tekkanlar kishining butun a'zolari laqda ajrab tushib halok bo'ladi. Ularning hammasi yiroqla tugashgan bo'lmasdan, balki ular qattiq patparqchilikda qechib yurib, har qaysi yo'l egizlari suv bo'ylarida to'pi tishlashgan deyiladi. Ammo Abrahaga Alloh taolo bir xil kasal silib, shu kasal bilan uning uyga barmoqlari ajrab tushishga boshlagan. U Sanoga yetib borganda ham a'zolaridan ayrilib, amdila tuxumdan chiqqan cho'jiga o'xshash bo'lib qolgan. Oxiri u ko'kragi yerilib, yuragi sang'ilib o'lgan. Bu chaqda Quraysh xalqi dushman qo'shinining oyoq osti qilishidan qo'rqib, tog' cho'qqilari va jilg'i jirolarga mo'kib olishgan edi. Ular Abraha qo'shinining kutilmagan talafotga yo'liqqanligini uqqandan keyin uylariga qaytishdi. Bu vaqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tug'ilishdan 50 kun yoki 55 kun, ko'p sondagilarning qarashicha 55 kun ilgari Muharram 1-oyda yuz bergan bo'lib, milodiy 571-yil 2-oyning oxirlari va 3-oyning boshlariga to'g'ri keladi. Bu vaqani Alloh taoloning o'z payg'ambari va muqaddas baytning kelgusi istiqboli uchun oldin bergan beshorati deyishga bo'ladi. Alloh taolo Abdulmutallibga
10 o'g'il farzand ato qildi. Ular Haris, Zubayr, Abu Talib, Abdullah, Hamza, Abu Lahab, G'ayda, Miqvam, Sifar va Abbos qatorliqlardir. Yana bir so'zda 11 idi deyildi. Qasam ismlik birisi qo'shiladi. Uchinchi bir so'zda 13 o'g'il idi deyilib, Abdul Kaiba va Hajal degan ikki qo'shiladi. Eshitishlar qaraganda Abdul Kaiba degani Miqvam ekan, Hajal degani G'aydoq ekan. Ammo uning Qasam deb o'g'li yo'q ekan. Qizlari Ummu Hakim, u Beyza deb ataladi. Bara, Atika, Safiya, Arva va Umaymalardir. Chiroyli qismlar ekan. Islom qarindoshlarim, bugungi bevosita tarqitish o'sha yerda oxirlashdi. Davomiga ata soat 4:30da o'xshash vaqtda diqqat bergaysizlar. Sizlarning qimmatli vaqtinglarni chiqarib bu asarni anglashga diqqatinglarni berganinglar uchun men shunchalik xursandman. Rahmat sizlarga. Allohga omonat.